بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. عبس وتولى أن جاءه الأعمى Yeniğə ama kelganligi uchun Payg'ambar alayhissalom tərini turdi və yüzünü o'rib oldi. وما يدريك لعله يزكى Ey Muhammed, nim bilsən? Belki o senden alğan mərifət bilan günahlardan paklanishi mumkin. أو يذكر فتنفعه الذكرى Yoki vəz-nəsihət anlab onundan foydalanishi mumkin. أما من استغنى فأنت له تصدى Özünü imandan behojat hesaplaydigan odam kelsak, sen onunğa yüzlünsən. Yani onunğa quloq silib təbliğ qilishqa ko'ngil bo'lasan. وما عليك ألا يزكى O kufrdan, günahlardan paklanmasa, sana nemi ziyni? وأما من جاءك يسعى وهو يخشى Senden mərifət tilab, Allah'tan qoruqqan halda yugurib kelgan kishiga kelsak, فأنت عنه تلهى sen onunğa qaramay qoysan. كلا إنها تذكرة Buningdan keyin unda qilmag'in. Bu oyatlar vazdur. فمن شاء ذكره Xohlagan odam uningdan vaz-nasihat oladi. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة O, yani Qur'on oyatlari qimmatlik, qadri yuqori pok sahifalarga yozilgandir. بأيدي سفرة كرام بررة O, hurmatlik yaxshi farishtalardan bo'lgan putukchilarning qo'lidadir. قتل الإنسان ما أكفره İnsonga la'nat bo'lsin-ki, u ajab kofir bo'ldi. من أي شيء خلقه Allah uni nimadan yaratdi? من نطفة خلقه فقدره Allah uni obi mandan yaratdi. O to'liq yoritilib bo'lguncha, Allah uni bir qancha bosqichlarga bo'lib paydan-pay yaratdi. ثم السبيل يسره Ondan uningga mangar yo'lni osonlashtirib berdi. ثم أماته فأقبره Ondan uni vafot qildirdi. Uningga ko'mildigan qabrni barpo qildi. ثم إذا شاء أنشره Ondan Allah uni xohlagan vaqtda tirildirdi. كلا لما يقض ما أمره Hargiz undaq emas. Yani bu kafir insan takabburluğundan yansın. O Allah'ın buyurganlarını baca keltirmedi. فلينظر الإنسان إلى طعامه Bu kafir insan özünün yemekliklerine ibret nazır bilen qarısın. أنا صببنا الماء صبا Biz bulutdan zor miqdarda yağmur yağdırdık. ثم شققنا الأرض شقا Ondan zeminni, onundan ösümliklerini çıkırış bilen yardık. فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم Sizlerinin ve hayvanlarının menfaatleniş üçün zeminde açlıklarını, üzümni,
o'tyashlarni, zaytunni, xormini, daraxtlari qo'yiq bog'chilarni, turli mevalarni, o't-cho'plarni o'stirdik. فإذا جاءت الصاخة Qiyomatning quloqni g'oz qilgudek qattiq ovoz kelgan chaqda hamma odam o'z holi bilan bo'lib qoladi. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. U kunda kishi o'zining qarindishidan, onasidan, otasidan, xotindan va bolalaridan qochadi. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. U kunda har odamning bir holi bo'ladi-ki, uning boshqalarga qarishiga shu holi yor bermaydi. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. U kunda nurg'un yuzlardan nur, kulka va xo'shal xo'ramlik yig'ib turadi. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. Yana bu kunda nurg'un yuzlarni chang to'zon besib ketgan, qordab ketgan bo'ladi. أولئك هم الكفرة الفجرة. Bular bo'lsa kofirlardir, fojirlardir.